Tulki bilan tovus. Ertagi-yo, ertagi, echkilarning bo'rtagi. Qirg'ovul qizil ekan, quyrug'i uzun ekan. Ko'k muzga mingan ekan, muruti singan ekan. G'oz karnaychi ekan, o'rdak surnaychi ekan. Ola qarg'a azonchi, qora qarg'a qozonchi, chumchuq chaqimchi ekan, to'rg'ay to'qimchi ekan. Bo'ri bakovul, tulki yasovul ekan. Ertagimning eri bor, 7 kunlik yeri bor. 7 kunlik yorida dumi kalta bo'ri bor. Kunlarning birida tulki ketayotgan ekan. Bir tovus dumini setora qilib kelaveribdi. Shunda tulki aytibdiki: "Ey tovus, ajab o'yinlaring bor ekan. Bir yaxshilik qilib o'ynab bergin." Tovus dumini setora qilib o'yinga tusha beribdi. Tulkining qorni och ekan. O'ynab turgan paytida uni ushlab olibdi. Bir vaqt tovus qarasa, tulkining a'zoyi buzuq, uni yemoqchi bo'lib turibdi. Tovus: "Ey tulki, nima qilyapsan?" debdi. Tulki aytibdi: "Mening qornim och, endi seni yegim kelib qoldi." Tovus: "Xo'p, mayli, meni yegin, lekin ko'z oldimda bir fotiha o'qib yesang, hech armonim qolmas edi", debdi. Shunda tulki pichir qilib qo'lni ko'taribdi. "Amin, Allohu akbar" degan ekan. Tovus tulkining oldidan var etib uchib ketibdi. Tulki qo'lini ko'targanicha tovusga qarab turib shunday deb fotihasini davom ettiraveribdi. Ovqat yemasdan oldin fotiha o'qigan ahmoq ekan. Ovqatni yeb bo'lib, undan keyin fotiha o'qish kerak ekan. Amin, Allohu akbar. Shunday deb fotihasini tamom qilibdi.